qanday qilay deysiz? Dadam bu işlerini başkalarının bilip kılış takat kalmaydı. Şu sebepten hazırmış doktorga kelish unutmadı. Fakat siz bana yardım kılamayasınız. Ben dadam için hiç çıkıp veremesem bir ömür bizde azap tatıp kaldık. Tushundim. Doktorxonaning yetish ishlarini men o'zim bir taraf qilaman. Siz darrol berib dadingizni yotoqda tutib davolashga ko'ndiring. Bo'lamdi. Bu maxfiyatlikni biz sir qilib saqlaymiz. Rahmet sizga. Ha, 4 qop. Qancha pul bo'ldi? 4 qop 60 euro. Mushkul. Rahmat, tavır qilib. Gel kelasiz, ha? Ma'qul. Voy. Yüzümde prenses bağım geldi da. Yo'q. Hech nima yo'q. Şu qarsan bek qarab ketdan bayan ne haqi? Qaysar. Bu sen tez tomoqxonadagi shuncha muhim xizmatni tuyuqsiz tashib etib bu do'konga yenib kelding. Men hayron qoldim. Nima ish shunday qilding? Ha? Dadamga chandırıp koyma. Cuma. Qaysar. Ha? Vay can dada. Sana ne çıkartın benim o? Bu benim arzuyum da. Nimanda? Halit sor soraysa. Halit so'raldi. Bu sana ishonmaganligim emas. Biroz sen bu do'konga kelgandan boshlab diqqat qilib qoldim qara. Ha Parvar. Oy, unutib ketibdimi? Mana hozirla chiqaman. Hozirla uy kiray, ha? Unutib ketganimni. Ha, bo'pti. Men ishimga beraverayim sen. Fresh bo'lmaganda dada. Yo'q. Hech qanday ish yo'q. Ey bolam. Jasur akang sana bir gap qilmadimi? Yo'q. O ish qanday gap qilmadi aka menga. Bugun sen nim bo'ldi da, bek g'ayib to'qabsan qo'y. Ay, ishim bo'lmadi. Rasma? Ras hech qanday gap qilmadimi? Voy rost, hech qanday gap qilmadi. Ha, bo'ldi. Sen bu Men ishimni qilaveray. Ma'qul. ma'qul dada. Xo'sh. O'ylabman. Aka, köynüğün dazmal sepet çıktım. Mani kiyibapti men qara. Bo'pti. Raslam Qudlağın görüşkeli baramsan? Ha, ular shunda da'vosi bormisam bo'lmaydi-da. Aka, Cesur'un to'yligidek ish yo'qqanmisin jumu, o'zingga toz ishon, ha? Xotirjam bo'l, ish yuz bermaydi. Endi o'zimga ishonmasam bo'lmaydi degan. Shu. Dada. Direktor geldi. Qulaq direktorma? Voy, qanday yaxshimi? Yaxshimi bolam. Voy, bu. Keldingiz mi? Bu vaqt kelib qolibsiz-ku, direktor. Aldım ağıl kelgan. Po'lat, men hozir tayyor bo'laman. Sen saqlab turing, ha? Aldım ağıl. Aka, toza qo'shib olgansan, ha? Bir piyola choy chiqay. Rahmet bo'ldi. Uy, bu yerda biz quruq o'tiramizmi? Voy bolam. Bu boshqa yo'q.
Aka, Baldır'la qaytib ketsen bu görüş buldun mu? Dada. Dada. Ama nima oldu? Bilmedim. Bir ay. Bu ahvalni men ko'rishga berishdan burun menga deyishingiz kerak emasmi? O'zinglar chiroyli kelish bo'lib, meni uyaga bog'nimning nima ahamiyati? O'zinglar deyish bo'lsa qanday qilsanglar qilinglar. Dada, o'zing qo'shilganding bu. Men qo'shildim, lekin sizni bir oy ichida to'y qil dedim-mi? To'yning ishini shundoq oddiy o'ylamsiz bola. Tapaqma. Nima sababdan bir oy ichida to'y qilma deb turib olasiz? Tuyuqsiz to'y qilma degan vaqtingizda hayron qolgandim. Oy, balam. Deymizmi, bir ay işi to'y qilmansang bek oldirab qolamiz. Biz shunda deyishib ketganmiz. Zaten nemishqa bir oy ichida to'y qilma deb turib olasiz danga. Sababini demisangiz, to'yingizga qo'shilmayman, juma. Voy dada. Dada. Ha. Opa. Xislat neymişki bunchola aldirab to'y qilgandu? Cho'qqin bir gap bor. Bo'lmas bundaq aldirab ketmaydi. Tek tönögülü pulatni tinglab yurgan tursa. Zaten yemiş bo'lganda mening kallamdan faqat o'tmayapti. Tuyuqsizlam to'y qilman deb. Nemişdi bu zade? Nima? Hadam rostli bir oyga to'y qo'ydim ekan. Xislat acham o'zi shundoq dedi. Gapi bekli keskin. Nima? Lidermi shunda dedim ha? Undaqda biz o'y taraf keling ha. Yuztiran turib paranchaylik. Bu nimaga murakkabsizib ketadigandu bu ishlar? Kiram. Hadi. Sen tuyuqsiz bir oycha to'yni qilib yotmoqchi bo'lsan bu. Sen mi aldın ama? Ha, Bernard'dan aldım. Hadi. Sen tezroq kutib qoldingmi qandoq? Bundaqsan dadam gangarab qoldi. Biz aldırmay dadamni qoyil qilmasak, bu texmi gumonlanib qolmamdi. Jira, sir chiqib paranchaylik. Bayağı sürmem abi. Ma mushuk mu? Qaysar, Acha. jira. Nega? Deyishgan gap bor. Rana siz do'kon qarab turing. Ha? Jira. Ne yapacak? Rana, al aşitan var. Meni aldirab to'y qilishim hammasi dadam uchun. Dadamning ahvoli kundan kunga og'irlashib ketadi. To'yimni o'zim ko'rsin dedim. Xislat bilan biz shundoq deyishdik. Onun üstüge adam yakın bekle gani top kaldı yaka. Qaysi kun səhərdə özü üçün naqş etib sürüydü. Bəzi turupdan qoşulub ketdi, bəzi turupdan çəkilib qaldı. Yaxında yoq adamın salametligi yaxshi emas ekan. Chechilib qolgan ahvollar bo'lib turdi. Jasur. Dadamni doktorxonaga yotqizib davolasak bo'ladi deyapkan. Degan to'g'ri edi. Hozir bu gapni dadam bilan uch qashqar deyishadigan faqat menni bor. Men bir amal qilib, dadamni doktorxonaga yetib davolanishga besim qilay. Shunday qilsam pek yaxshi bo'ladi.
Adamın salomatligini yaxshi vaqtida to'ylarni qilyotsak ekan. Shunday qildi fikr. Xonim kamon qoyil qil. Bu to'yni vaqtida qildik. Dada. Kela. Kele. Buni ko'rib baqadi. Nima bu? Bu seni tekshirishdiki, seni davolashdiki eng og'ir plan. Bundan foydasi yetamdi yetmadi bilmayman. Lekin men voz kechmayman. Bo'ldilar. Dada. Hadamsizning qo'lyog'liqindagi qonni ko'rib meni izlab kelibdi. Sen heden gididingmi? Yo'q, men demadim. Sen bednondagi o'zgarishni deb bergin, bo'lamdi. Heden rost demedingmi? Men demadim dada, xotirjam bo'l. Lekin sen davolashni rad qilsang, mening boshqa amolim yo'q. Men hozir chiqibman madamga deyman. Agar sen davolashni qabul qilsang, mush haftadan boshlab davolashni boshlaylik. Bo'lamdi? Dada. Oy, aka geldin lan. Ha. Oy, oy, maç sabah. Oy. Dada, aklımda üşü vağının nime var? Ya bu tekshirish doklati yo'q. Va bizning doktorxonadan cho'ng yoshliklarni tekshirish doklati. Ha. Ben chiqaveray. Sizlar ishni taqab chiqasizlar. Dada, avaylapma. Qanday oldu aka? Dadam davolashni qabul qiladi ke? Dadam ishkilinib qolyapti do'ka. Bu gapinglarni buzib, men bolda kirib olishmamdi. Yo'q. Dadam davolashni rad qilay deb turgan sen kirding. Dadam ularning to'yi qo'shilmayman desa, siz ajamtirab turma deysiz. Bu qarab turib dadam qarshi chiqqanlikda men dadam deyman jumo. Dadamga nima deysiz, nima? Bu dadam qarshi chiqaliq emas. Dadam hozir bunday gaplarni desangiz bo'lmaydi. Aram elishga muhtoj. Nimishqa? Dadam bir ish bo'ldimi? Dadam zaten nima bo'ldi? Dadam kasal bo'lib qoldimi? Bo'sh gap qilma. Hech yo'q. Agar dadam biraz kasal bo'lib qolsa, davolasak bo'ldi. Men uydagilarga telefon qilay. Ular yerda qolib qo'ysin. Bo'ldi. Telefon nima qilsiz? Havokash bilan avvar qilmaydi. Siz mendan bir ishni yoshiryapsiz, ha? Yo'q. Rost gap qilma. Men sizning ayolingiz. Rost ish yo'q. Rost etish yo'q. Rasman? Amis bu nima? Nima qilib dadamning kundalik ahvolini xotirlabmasiz?
Cesur. Sen nima ish oldu manga ha? Ben bu şeyin bir azasıyım. Ma işine nima ish bo'lishini qat'iy nazardan qilishingizga bo'lma. Cesur. Ko'zing to'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Yelib kelgaymi ketganlar, beshing urg'an bilan toshqa, beshing urg'an bilan toshqa. Yelib kelgaymi ketganlar, beshing urg'an bilan toshqa, beshing urg'an bilan toshqa. Başka, yaşaş başka, nime demeydi her kimler. Elem gelmigice başka, hayatta her nefes nimet, umtetülür hikmet. Ömür şirin öter daim, kanaat olsa sana hemrah. Süyüpsünler yaşaşka, inatlık gevhri kalbi, yigit kız bağımı asraşka. İnatlık gevhri kalbi, yigit kız bağımı asraşka. Hayat kütken bergeyimu, közüm tolgan bilen yaşka. Yelib kelgaymi ketganlar,
İşin urgan bilen taşka inatlık gevheri kaldı Yigit kız var mı? Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Tapalmasın cay Çilger gülnümü Tikini birge Güzel bu yüzüde Dal bulsun o ay Çilger gülnüm Tikini birge Güzel dur yüzüne Dal bulsun ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmige Okşaşla qiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Qanaat baxtdur, baxit qanaat Esingdin ketmisin shu oddiy savol Kısmetler hemmige okşaşta kiyin Özgermez hakikat hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmige okşaşla qiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Qanaat baxtdur, baxit qanaat Esingdin ketmisin shu oddiy savol Esingdin ketmisin shu oddiy savol